hamma joyda yaxshi oyoq kiyimga uchratishingiz mumkin, lekin baribir Packers'ga yetadigani yo'q. Bu hamma oyoq kiyimlarni bilasizlar, qo'l mehnati asosida tikiladi. Shundan bitta yaxshi modelimiz kelib qoldi. O'sha modelimizni sizlarga yozib ko'rsataman. Xushal bo'lib turinglar. Videoni tuzormanglar. Ortiqcha maqtab o'tirmayman. O'zingizlar unga baho beraverasizlar. Sizlarga yaqinroqdan tushuntirib aytib o'tib ketaman. Ko'rsanglar bo'ladi, kerakli joyiga alyuminiy koja ishlatilgan, iz tushmasligiga alyumni eng yaxshi joyi ishlatilgan bunga mana. Mana beringlar. Uchlariga ham ozgina ham berib qo'yinglar. Kvadratning bo'lib chiqqan mana uchlari ham. Yangicha dizayn. Buni yaxshi tomoni mana bu joylari hammasi rezinaviy bo'lgan. Rezinaviy ip o'zi emas, rezinaviy ip bo'lgan. Mana podoshlari ham ahamiyat berib qo'yildi. Mana vibrant podoshlada. Zagas asosida do'konimiz uchun maxsus kelgan bu. Ko'rsanglar bo'ladi. Buni hamma razmeridan kelgan. 39 dan 44 gacha. Eng asosiy joyi keldi. Eng asosiy joyi bu narxida. Bu narxi 5 million 500 ming so'm. Sizlarning do'koningizda kutib qolamiz.